Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun 5-iyul Turkiston xususiy maktabimizda e'lon qilingan Turkiston grantining imtihon bosqichlari bo'lib o'tmoqda va imtihon jarayonlarimizdan o'quvchilar chiqishni boshlashdi. Hozir birma-bir ulardan imtihon haqida fikrlarini olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingiz nima? Mohira Qurbonaziyeva Mohira. Nechinchi sinfsiz? 5ga o'tdim. 5ga o'tdingiz. Turkiston grantida qatnashdingiz. Imtihon yechib chiqdingiz. Qalay bo'ldi? Yaxshi, qiyin emas. Test chiqishda o'quvchilarga 3 ta fandan imtihon bo'lgan: matematika, ingliz tili va logika, mantiq. Va ularga 90 daqiqa vaqt berilgan edi. Bu o'quvchilarimiz 1 soatga bormasdan o'sha imtihonlarni yakunlab chiqishdi. Eng qiynalgan savolingiz qaysi biri bo'ldi? 13-savol mantiqiy savoldi. O'sha 13-savolda ozgina qiynaldim. Necha ball olaman deb o'ylaysiz? Men ko'proq ball olaman deb o'ylayman. Ko'proq ball olib, nasib qilsa ota-onangiz bilan xursand qilib, ularga chegirma hadya qilasiz. Zo'r, rahmat, o'qishlaringizga omad sizga. Menga bir nima yoqdi Turkiston maktabi. 3 kun men 3 marta kelgan bo'lsam, reklamalarda hammasini ko'rdim. Lekin navaramga ma'qul bo'ldi. Ko'proq, masalan, 5 ta yo'nalish qilgan bo'lsa, ichida menimcha shunisi yoqsa kerak deb o'ylayman. Ingliz tilida ko'p 3 ta 4 ta savol tushmadi. Lekin narsa esimga keldi, o'shalarni keyin qoldim bemalol. Necha ball olaman deb o'ylaysiz? 93. Qalay bo'ldi imtihon? Yaxshi, unchalik qiyin emas. Imtihon kirib chiqdilar farzandingiz va bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan grantga olib keldingiz. Dam olish o'rniga maktabga kelib imtihon topshirdinglar. Qalay bo'ldi imtihon jarayonlari? Imtihon qiyin emas, o'rtacha, yaxshi o'tdi. Necha sinfga o'tdingiz siz? 4ga o'tdim. 4ga o'tdingiz. Sizga yoqdi? Aka, keyin mana kelganingizdan beri e'tibor beryapmiz. Hamma bilan gaplashib, maktab alohida ko'rib kuzatib chiqdingiz. Qanday ekan, nimalar sizga yoqdi, nimalar sizga yoqmadi, bir fikrlaringiz? Juda ham yaxshi. Biz oldindan kuzatib boramiz shu Registon muassasa vazirlikani faoliyatlarini, ta'lim sohasining fidoyilaridan va ustida tibbiy izlanishda bo'lgan insonlar va komandani, jamoani juda zo'r yig'ibdilar. Turkiston maktabini nomlab juda katta o'shanga muvofiq kadrlarni yig'ishibdi. Katta ishlar qilishdi. Men kitoblar bilan ham tanishib chiqdim. Adabiyotlar, umuman ta'limni chiqarishayotgan va farzandlarimizga o'qitiladigan kitoblar bilan tanishib chiqdim. Rahbarlar bilan tanishdim. Juda ham ko'nglim to'ldi. Ko'p savollarimga javob topdim. Qadriyatlarimiz, qarashlarimiz bir xil ekan. Omad tilayman. Rahmat. Endi nasib qilsa unda bir Turkiston maktabida sizlarni kutamiz. Xudo xolisa Bu kelamiz. maktabda sizlarga qulaylik jihatlari aynan nimada bo'lyapti? Uyingiz shu atrofdami yoki shu aytganingizdek? Eng muhimi qadriyat hozir afsuski ko'pchilik ham ta'limni biznes sifatida ko'radiganlar bor. Ta'limni fidoyilari bor. Ta'lim fidoyilari bunga hissa qo'shib, shu ishni yo'lga qo'yib, professional darajada amalga oshirishni niyat qilgan insonlarni ko'rib, bizga faqatgina shu narsa tortib olib keldi. Zo'r. Rahmat fikrlaringiz uchun, xush kelibsizlar. Siz necha ball olaman deb o'ylaysiz endi? Xudo xolasa grant olaman. Grant olasiz nasib qilsa. 4ga o'tdingiz. O'quvchilarimiz agar grantda olishadigan bo'lishsa, maktab to'lovidan 30% chegirmani qo'lga kiritishadi va uydagilarni xursand qilishadi. Teja bergan summalariga nima olib berasiz endi o'g'lingizga? Oxirgi paytda shu kitoblarga qiziqyapti. Afsuski O'zbekistonda o'smir yoshlarga kitoblar kam edi, lekin mana ketma-ket yaxshi mualliflar, Erkin aka, Malik boshchiliklarida muallif kim edi? G'iyosiddin Yusuf kitoblar chiqardilar. Kitobga qiziqyapti, kitoblar beramiz. Zo'r, mashalloh, xursandmiz. Alohida yozuvchining ismlarigacha bilishyapti. Otalari ham, menimcha, kitobxonlik o'zingiz ham qiziqsangiz kerak. Ha, uyimiz kutubxona, kelinglar. Zo'r. Rahmat, xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar. Ilmingiz yod bo'lsin. Xo'p, rahmat. Bu grant haqida fikrlaringiz, maktabimiz haqida fikrlaringiz qanaqa ekan? Maktab sharoitlari yaxshi ekan, ko'rib chiqdik, hamma nimalari bor. Qanday bo'ldi imtihon jarayonlari? Yaxshi bo'ldi. Matematikadan sal qiyinroq bo'ldi, lekin yaxshi. Necha ball olaman deb o'ylaysiz? Bilmadim endi. 80 dan oshish kerak edi, 90 dan oshish kerak. Xolos. Grant yutasizmi endi nasib qilsa? Xudo xolasa. Shu maktabda o'qish niyatingiz bor. Bor. Maktab nimasi yoqdi sizga? Har xil O'z birinchi marta kelisizmi yo oldin ham kelib? birinchi martalar. Birinchi marta kelishsiz. Nimalar yoqdi sizga? Mana bir kirdingiz maktabga, qanaqa bir taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi maktab haqida? Maktab katta, sinfxonalar ko'p, ustozlar ko'p. Keyin matematika, ingliz tilini zo'r deyishdi. Endi hali ko'rmadim-ku. Endi ko'ramiz-da. Yaxshi, zo'r.
Endi mana qarang, agar grant yutib olsangiz, keyin shu maktabda ota-onangizga o'zingiz o'qitishmoqchi bo'lishsa, siz 30% ularga chegirma qilib bergan bo'lasiz-da. 30% pul evaziga nima so'raysiz endi? Mana shuncha pul tejab berdi, menga nima olib berasiz deysiz endi. Yaxshi deganlarga. Sizlarsiz deysiz. O'qitishlar bo'ldi deysiz. Zo'r. Malades, o'qishlaringiz omadini bersin. Yaxshi o'qing. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Maktabimizga xush kelibsiz. Sizni bizga alohida ta'riflab berdilar. Ustoz bo'lganlar o'zlari ham dedilar. Xursand bo'ldik. Bizga ham sizni yo'lingizni bersin. Maktabimizga keldingiz, nevaralaringizni olib kelibsiz. Qanday ekan bu yerdagi sharoitlar? Maktabga biza qurilib yurgandan beri xo'jayin bilan yuramizda, biz ko'chada aylanib yurib kirib qoldik. Qarasak Turkiston deb yozilgan ekan. Endi o'zim o'qituvchi bo'lganga qiziqib qoldim. Shundoq kirdim, kutib olishdi, yaxshi kirib, yo'l yo'riqlarni so'rab, keyin borib uydagilarga, o'g'limga aytdim. Ular ham kelib, kataloglarni olib ketib, ko'rsatib, keyin bizlar xo'jayin ikkalamizga yoqib qoldi-da. Keyin o'g'lim keldi, kelinim keldi, bularga ham yoqib qoldi. Egizak nevaralarim qiziqib, shu yerdagi tartib intizomni ko'rdik. Sinf xonalarni ko'rsatishdi. Xullas yoqib qoldi. Ha, shu hammani shu yerga taklif qilamiz. Aytib, shu hammani qiziqtirib, shunday chiroyli maktab ochildi shu yerda deb, endi Xudo xolasa keyingi nevaralarimizni ham shu yerga nasib qilsa ko'ramiz natijalarini. Bugun mana imtihon testlarga olib keldik. Endi natijalari yaxshi bo'lsin ish qilib. Yana shu xursandmiz, shu maktabni, mana shu xususiy maktabni ishlariga rivoj tilaymiz. Endi shu yerda o'qigan bolalar shu yuzinglarni, mana shu maktabni yuzlarini yorug' qilsin. Shu bilimli bolalar bo'lib yetishsin hammasi. Rahmat, mana ustoz, o'zingiz ham oldin ustozlik qilgan ekansiz va bu kabi grantlar haqida fikrlaringiz qanaqa? O'zi bu o'quvchilarga qanchalik foydasi bor? Endi grantlarning foydasi bor, albatta. Endi oilasining iqtisodiyotiga foydasi bor. Endi bolalar ham o'zlari ozgina mas'uliyat his qiladi, ko'proq o'qishga, ilm olishga harakat qiladi. Mana hozir qancha mas'uliyatni his qilib o'tirishibdi. O'zim ham qarab, ko'zlarimga ishonmay turibman-da, qarab. Mas'uliyat his qilib, xuddi katta odamlardek fikr yuritib o'tirishibdi. Ha. Zo'r. Rahmat, xola, xush kelibsiz maktabimizga. Sog' bo'ling. Ilmlar ziyoda bo'lsin, rahmat. Grant qayerdan eshitdinglar e'lonini? Biz reklamada ko'rib keldik. Sizlarga yoqdimi? Ha, yoqdi. Grantni hali beri farzandingiz ichkariga yechyaptilar imtihonlar. Imtihonda hali chiqqani yo'q. Imtihon yechyapti. O'z farzandingiz qaysi maktabda o'qiydilar? 45-maktabda o'qirdi, Samarqandda. Shu yerga olib keldim. Samarqanddan olib keldingiz hozir Toshkentga. Shunaqa. Grant uchun. Shunday. Qoyil, qaranglar. Grant uchun Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga kelishibdi. Farzandlariga bo'lgan e'tibor bu. Qoyil. Omadlarini bersin. Aka, sizning farzandingizchi? Nechta sinfda o'qiydi? 10-sinfda. 10-sinfda o'qiydilar. Siz qayerdan olib keldingiz? Samarqand qo'shnimiz. Birga keldinglar. Qoyil. Xush kelibsizlar. Maktabimizda sizlarni ko'rib xursand bo'ldik. Kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q. Aka yaxshi. Yaxshi, zo'r. Omad, sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Qanday bo'ldi imtihon jarayonlari, bir fikrlaringiz? Yaxshi, o'ziga ishonch bilan chiqishdi. Xudo xolasa nasib qilsa, yaxshi natijalarni erishsin, Xudo xolasa. Ilohim etganingiz. O'zingiz shu atrofda yashaysizlarmi? Biz o'sha mana Sergeli atrofida, Yangi hayot tomoni. Zo'r. Turkiston maktabi qalay ekan mana? Kirib ko'rdinglar, muhitni ko'rdinglar? Yaxshi, biz oldindan o'zim niyatim bor shu частный maktablarda, xususiy maktablarda o'qitishni, o'quvchini mana qilib turardilar. Endi shu yaxshi vaqtimizga mana shu grant anaqasi chiqdi. Xudo xolasa Xudodan so'rab turamiz. Zo'r. Mana o'zingiz anchadan beri xususiy maktablarni tekshirib ko'rib kuzatib yurar ekansiz. Tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak o'zi? Ota-onalarga nima bir maslahatlar berib qolasiz? Ta'lim, tarbiya, shu o'qituvchilar qanday o'qitishi, ta'lim berishiga qarab, intizom, qattiq ushlashligiga qarab maktab tanlashlik kerak. Shu aytgan omillaringizga Turkiston maktabi mos ekanmi? Mos ekan. Hozir tushuntirib berdilar juda ham tushunarli qilib, juda ham mos hammasi a'lo darajada. Xush kelibsizlar. Nasib grant qilsin, e'lon nasib qilsa,
kelinglar aytamiz. Hop, rahmat, xush kelibsan. Hop, rahmat.